Leksiyemizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Yukarı leksiyana devamı. General Pilen, mundaq davamlaştırdı leksiyasını. Çet el güçlerinin Amerika'da saylamga arlaşqanlığı cəhətdə bu çet ellik şeriklerimiz ve analizçilerimiz bizge yardım qilishga intayin razı oldu. Yani Pilin davatıdır ki bu da saylam doğrusudur ki Xitayga münasibetli kişileri çet ellik dostlarımız, dost devletler bizge paş qilib beradigan, yardım qiladigan bo'ldi. Bu azər paketlağı igi bolduq. Biz azər keçenler paketlağı igi bolduq. Biz bugün intayin mühim paket tapşırıp aldık. Biz saylam jarayonida körüp yatgan ve kişilerini çüçütken hareketlerine gelsek, chet el kişilerinin bundaq hareketlerini qilishig'a yol qo'ymaymiz. Biz bevosita paketlar orqali chet el kişilerinin aralashganligini isbotlab beraleymiz. Riyasetçi muhbiri Lauda biz mundaq hesapladı. Bu torbet hakkerleri meselesiyle emas. Chet el güçleri Amerika'nın düşmanlarıdır degen meseledir. Sabık məsləhətçi General Pilin bu fikri qoşuladiganligini bildirdi. General Pilin mundaq dedi, sabık məsləhətçi General Pilin mundaq dedi. Çünkü Kompartiyası meselesi emdi rekabetçi, beraber rekabetçi meselesi emas. Belki çünkü Kompartiyası Amerika'nın devlet bexatarligiga bevosita tahdiddir ve Amerika'nın devlet başqurish usuliga aralashganligidir. Sabık məsləhətçi General Pilin en ahırda mundaq müracaat qildi. Amerika'da her xil siyasi güçler ittifaqlaşıp, Amerika tarixdan beri duch kelgan en xatarlik vaziyatga ortaq taqabul turishimiz kerak. O shuningga qat'iy ishondiki, davlat bexatarligi jihatda Amerika xalqi Prezident Trump bilan bir sapda turdi. Davlat bexatarligi jihatda Amerika xalqi Prezident Trump bilan bir sapda turdi. Çünkü devlet bexatarligini qo'g'dash Amerika prezidentining eng muhim vazifasidir. Sobiq maslahatchi General Pilin yaqindan beri izchil jiddiy holat e'lon qilish to'g'risida tashabbus qilib kelgan edi. Tavrinib turgan shtatlarda qayta saylam o'tkazishni hamda darhol bir nafar taftish tayinlab butun mamlakat doirasida dominion bilet tashlash sistemasini tutib qilishni va boshqa yana saylam musatchiligi qilgan sistemalarni tutib qilishni, tekshirish va bevosita paketlarni saqlab qilishni tashabbus qildi. Amerika matbuoti torbat mutaxassislari mundaq xabar qildi. Prezident Trump 18 kuni Oqsaroyda General Pilin ve advokat Sidney Powell bilan ko'rishib, yig'inda harbiy kuch o'rinlashtirishni muhokama qilib, anglashlarga qaraganda bu ish inkor qilindi. Jiddiy holat e'lon qilishni tashabbus qilayotgan advokat Len Watt shanba kuni kechda Twitterda Prezident Trumpga qayta mundaq gap qildi. Bugün kechda vatanparvarlar duo qiladi. Sizga bugün kechda vatanparvarlar duo qiladi. Prezident Trump talash tortish bo'layotgan shtatlarda jiddiy holat e'lon qilib, bilet tashlash sandig'ini musodara qilib, adliyaning tekshirishiga topshirishi kerak. Hamda Sidney Powell, advokat Sidney Powell'ni alayda maslahatchilikka tayinlab, saylam saxtapazligini tekshirishi kerak. Bizning davlatimiz 2020-yilda o'tkazilgan saylamning asli qiyofatini bilishi lozim. Cho'qim bilishi lozim. Bugungi leksiyalarimiz mushu vatandoshlar.